2 sababga ko'ra emlanish muhimdir. Birinchidan, vaksinani olganingizda siz kasallikdan himoyalanasiz. Bu sizning immunitetingiz borligini anglatadi. Sizda ushbu kasallik bilan kasallanish va virusni boshqalarga yuqtirish ehtimoli kamroq bo'ladi. Ikkinchi sabab, boshqalarni yuqumli kasalliklardan himoya qilish. Jamiyatda yetarlicha odamlar emlanganda virus yuqish uchun yangi odamlarni topishga qiynaladi. Bu ushbu jamiyatda virus tarqalishini nazorat qilishi yoki hatto to'xtatishi mumkin. Biz buni jamoaviy immunitet deb ataymiz. Xo'sh, nima uchun jamoaviy immunitet muhim? Bizga hali emlanmagan odamlarni himoya qilish uchun jamoaviy immunitet kerak. Misol uchun, yangi tug'ilgan chaqaloqlar. Shuningdek, biz emlash mumkin bo'lmagan ba'zi odamlar yoki kamdan kam hollarda emlangan, ammo yetarli immunitetga ega bo'lmaganlar uchun jamoaviy immunitetga muhtojmiz. Agar atrofdagilar emlangan bo'lsa, ularni yuqumli kasalliklardan himoya qilish mumkin. Jamoaviy immunitetga erishilganda nima bo'ladi? Agar dunyodagi har bir jamoa jamoaviy immunitet bilan himoyalansa, biz birgalikda virus tarqalishini to'xtatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agar kasallik sizning jamoangizda tarqalmayotgan bo'lsa-da, hatto hozirda qizamiq yoki poliomiyelit kabi kasallik sizning jamoangizda xavf solmayotgan bo'lsa-da, siz baribir unga qarshi emlanishingiz kerak. Buning sababi shundaki, agar emlashni to'xtatsak, vaqt o'tishi bilan himoyalanmagan odamlar soni ko'payadi. Agar virus qaytib kelsa, u emlanmaganlarga yuqishi mumkin. Agar emlanmaganlar ko'pchilik bo'lsa, virusni yuqtirish uchun odamlarni topish oson bo'ladi. U tezda odamdan odamga yana tarqala boshlaydi va hatto epidemiyaga olib keladi.